Günaydın hammaga. Assalomu alaykum. Tongingiz xayrli bo'lsin. Men bugun yana chiqyapman yurgani. Kecha bannisida tong yottirdik. Bugun Xudoga shukr yaxshi Yusuf. Hamma yozdi, hamma million kishi yozdi bunga ko'z tegyapti deb. Bo'ldi. Sizlarga juma videolari yo'q. O'zi jumadan jumaga anaqa Yusuf videolarini qo'yib shundoq vaqti yo'q edi anaqa qilgani video olgani. Endi вообще qo'ymayman. Sal katta bo'lsin. Keyin yana boshlarmiz. Qalay qarorim? Nima deysizlar? Okeymi? Hamma ishga, o'qishga, yana qatlagadir shoshilgan. Sohilga o'tmayman. Mana shu tomondan ketaman. Shu tomondagi kafelarni ko'rsatib ketdik sizlarga. Atak yomg'ir yog'ibdi. Ertalabdan havo bulut. Lekin havo issiq. Sohil to'g'risida joylashgan kafelar. Mana bitta Dilek bor. Buni o'zbeklar ishlatishadi, arendaga olib. Bilmadim, o'tgan yil shunaqa edi. Agar o'zgarmagan bo'lsa, lekin to'g'risini aytaman, labdalasini chiqarishga umuman yoqmagan edi. Mana bitta kafenalar bor. Bir-biridan shiringina reklama bor. Mana bitta O'jakbashi kabobchi bilan kunefeji bor. Yonida yana bitta kichkinagina kafe bor. O'sha O'jakbashi zo'r. Mana bu Dilek balki egalari ko'rishar, bollaydi. Obsluga вообще nol bo'lib ketgan, ovqatlari, idish tovalari даже yag'ir bo'lib kelgan edi. Yuvilmagan chashkalarda chetida pomadasi bilan olib kelib berishgan edi. O'rtoqlarim bilan kelganimda o'shandan beri kirmaydigan bo'lganman. Antan kelayotganimda boyagi suyta qanaqada? Suytani o'zbekchasi qanaqa? Xullas hamma u yoqqa shoshgan, bu yoqqa shoshgan. Mahmudli bo'sh. Sohil, avtobuslar. Bu tozovant avtobus qanchasi bordi, уже bu tomonlarga ish uchun o'tadiganlar kam. Asosan aylanishga kelishadi va yozda bu yerda ertalabdan rosa odam ko'p bo'ladi. Issiq kunlarda to'g'rirog'i. Hozir salqin bo'lgani uchun odam kam. Mana bu kechki payt ayniqsa salqin kunlar bo'lsa kam bo'ladi-yu, issiq kunlarda mana bu skameykalarida umuman joy bo'lmaydi. Har kuni shu manzarani tomosha qilib uyg'onish xohlasanglar, mana bitta arendaga uy bor ekan. Kim biladi, hech pul. Ot kallasida narxi. Bordir kamida $4,000. Lekin yani manzaraga vachshidi. Men o'rtog'im turardi shu yerda. Voy, men ko'chib ketgan Izmirga. O'shanga kelardim bir paytlar. Va haqiqatda tomosha qilib o'tirish o'zi ham mazza edi-da. Men uylarni egalari bu manzaradan bahramand bo'lishadi. Havo ancha yorishdi. Bu screenshot qilinadigan darajada chiroyli qaranglar. Qushlarni qaranglar, faqat shu atrofida aylanib yurishibdi. Mahmudga kruizniy kema kelib yonashdi. Mana buni qaranglar, odam tashiydigan. Mana buni qaranglar. Kruizniy kemalar 5 ta signal chalar ekan. Hovani yuk kemasi bor. Ular 3 ta chalardi. Men ular 3 ta chalishini bilardim. Kruizniy kemalar kemasidan oldin 5 martadan signal chalar ekan. Antdan boshladi chalishni. Chal kema kelganda chaldi, keyin yana yonashayotganda chaldi, shu bilan yonashdi. Men kemani qaranglar, oila yulduzli. Men suzayotgan odamni ham ko'rsam pastda.
Arslonim ham keldilar. Bagaj ochib. Suzanlar nima bola? Sendam yüzeceksin. Sendam yüzeceksin. Bak millet yüzüyorsa vaktan. Ne yapıyor? Yüzüyor. Hani ya? Ha bak. Emin mi? Hala hakikat düşüyor. Kafayı yemiş. Kafayı mı yemiş? Sağlıklı yaşıyor, sağlıklı. Kafayı yemiş. Ne sağlıklı yaşıyor. Assalomu alaykum. Bitta oldingi storiesi. Ha? Screenshot qilishinglar uchun qo'ydim. Ko'pchilik so'rabdi, screenshot qilib olish uchun yozib qo'ygan ekansiz, qila olmadim deb. Bitta o'tinglarda qilib olinglar. Bemalol. Endi ikkita qiz, ya'ni qizim bilan men, ya'ni ben kız değil miyim? Yusufga qarshi o'ynayapmiz. Biz seni kazanacağız. Aydan oraya koyamaz. Oraya koyamıyorsun kızım. Yolunu uzatacaksın. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin şöyle düşünmüşler. Ya biz Ya öyle taşlarını boş kullanma kızım. kendi hinterlandımızın dışına taş alıp Aa tamam abin geçti. Abim mi